Assalomu alaykum. Keyingi mavzuyimiz demak harakatga oid masalalar bo'limi. Biroz fizikaga oid joylari bor. Fizikaning, ya'ni mexanika bo'limiga oid. Mexanika bo'limini ham eng oddiyroq qismi matematikada harakatga oid masalalarning biroz murakkabroq bo'lgan ko'rinishlari ham qarab chiqiladi. Aytaylik, nima deydi? Murakkab tenglamalarga kelib qoladigan holatlari ko'rib chiqiladi. Bularning barchasini ko'rib chiqishga bitta darsda imkoniyatimiz bo'lmaydi. Bazaviy holatda, umumiy ko'rinishda ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi o'sha harakatga oid masalalarda, demak, o'sha fizika qismidagi berilganga o'xshagan, demak, formulalarning asosiy birliklari, ya'ni kattaliklari S bu yo'l, keyin V tezlik, T bu vaqt. Mana shu uchta birlikni, demak, yo'l, tezlik, vaqt orasidagi munosabatlar, bu munosabatlarning ustida quriladigan masalalarning ko'rinishlari qanaqa bo'lishi bilan qisqacha tanishib chiqamiz. Demak, yo'lni topish uchun tezlikni vaqtga ko'paytiramiz biz. Tezlikni topish uchun esa yo'lni vaqtga bo'lamiz. Xuddi shunday vaqtni topish uchun yo'lni tezlikka bo'lamiz. Mana shu asosiy uchta formula deb nomlaymiz biz buni. Endi formula, bu tengliklarni formula deymiz. Mana shu munosabatlarni tartibga soladigan turli-tuman masalalarni ko'ramiz. Bundan tashqari o'rtacha tezlik, o'zaro qarama-qarshi harakat, ya'ni qarama-qarshi harakatdagi munosabatlar, quvayotgan harakatdagi, qochayotgan harakatda bir-biriga qarab harakat yoki suv oqimga qarshi oqim bo'yicha harakat deganlari bor. Uni ham yo'l-yo'lakay ko'ramiz. Hozircha mana eng oddiysidan boshlaymiz. Birinchi mana shu tezliklar orasidagi, tezlik, vaqt, yo'l orasidagi munosabatga bog'liq masalalarni ko'ramiz. Aytaylik, mana birdan o'sha murakkabroq masala qilib ko'raylik. Aytaylik, mana bunaqa masala qo'yamiz. Birinchi masala 1. Ichida bir nechta mana shunaqa ko'rinishdagi narsalarni o'z ichiga olgan masala bo'ladi. Xo'p. Mana bunaqa shaharlar bo'lsin. Aytaylik, A shahar, B shahar, S shahar, keyin aytaylik mana D shahar. Bular orasidagi masofalar quyidagicha bo'lsin. Aytaylik, mana bu S1 masofa bo'lsin. S1 masofa 100 km, S2 masofa mana bu yer 180 km bo'lsin. Mana bu 100 km. Keyin S3 masofamiz bo'lsin, aytaylik 120 km. Mana bu yerda men tezlik yozib qo'yaman. V1 tezlik deyman. Aytaylik V1 tezligimiz 40 km/s. V2 tezligimiz aytaylik 30 km/s. V3 tezligimiz aytaylik mana 80 km/s. Mana bunaqa masala qo'yamiz. Ikkita mototsiklchi, ikkita motochi A, B, C, D marshrut bo'yicha poyga uyushtirdi. Birinchi moto ko'rsatilgan tezlikda yurdi. Ikkinchi moto bir xil tezlikda yurdi. Va ikkalasi teng keldi. Degada endi. Ikkinchi motoning tezligi topilsin degan masala qo'yamiz. Bir nechta ma'lumotlarni o'z ichiga olgan, masalan, ikkinchi motoning tezligini topish uchun mana shu yerda bir qancha ishlarni qilishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, ikkinchi motoning tezligi topilsin. Savol nimaga qo'yilgan? Tezlikka qo'yilgan. Ikkinchi motoning tezligi V bo'lsin, o'sha ikkinchi motoning tezligi V deymiz, mana shuni topishga qo'yilgan. V ni topish uchun mana masofani, bosib o'tilgan masofani vaqtga bo'lishimiz kerak. Demak, bosib o'tilgan masofani vaqtga bo'lishimiz kerak. Vaqt, time. Aytib o'tish joiz, mana S bu street, velocity, time so'zlaridan olinyapti. Xo'p. Bosib o'tgan masofasi u S1, S2, S3 hammasini bosib o'tyapti. Demak, S1 plus S2 plus S3 masofaga teng.
Endi timerchi vaqti qancha bo'ladi desa, mana ikkinchi moto bir xil tezlikda keldi, ikkalasi teng keldi deyapti. Demak, ikkalasi ham bir xil vaqt sarflagan. Mana bu birinchi moto mana bu yoqqa qancha, bu yerga qancha, bu yerga qancha vaqt sarflagan bo'lsa, umumiy vaqti qancha vaqt ketgan bo'lsa, xuddi shuncha vaqt ketgan. Ana shu vaqtini topib chiqamiz. Demak, bizning time vaqtimiz mana bu yerga ketgan T1 vaqt, qo'shilgan T2 vaqt, qo'shilgan T3 vaqtlarni yig'indisiga teng. Bu yerga qancha vaqt sarflagan, bu yerga qancha vaqt sarflaganlarini topib chiqamiz. T1 ni topish uchun S1 ni V1 ga bo'lamiz. T2 ni topish uchun S2 ni V2 ga bo'lamiz. T3 ni topish uchun S3 ni V3 ga bo'lamiz. Endi matematikada bir yutug'i shuki, ana birliklarni yozishimiz unchalik ham shart emas. Bu ana tezlik beradi, ixchamlik beradi va aynan shuning o'zi kamchiligi ham shu bo'ladi. O'sha birliklarni yozmasligimiz oqibatida xatoliklar kelib chiqishi mumkin. Fiziklarimiz o'sha masalaning to'g'ri yechilganligini birliklarni qo'yish orqali tekshirib oladi. Topilgan narsa, masalan, topilgan kattalik, aytaylik, sekund, minut, soat chiqsa, to'g'ri topibman, to'g'ri topibman deb nima qiladi. Agar o'sha birliklarni hisoblayotgan paytda masalan metr taqsim sekund chiqib qolsa, men vaqt topmoqchi edim, tezlik bo'lib qoldi-ku bu deb o'sha joydan xatolarni anglash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shunday. Xo'p, S1imiz demak 100 bo'lingan 40. Qo'shilgan S2imiz 180 30. Qo'shilgan S3imiz 120 80. Xo'p, bo'lsak, demak birinchisi 2,5. Demak, birinchi mototsiklchi A shahardan B shahargacha 2,5 soat vaqt sarflagan ekan. Ikkinchisi 189 ga bo'lsak 6 soat. B shahardan C shahargacha yo'l yomon bo'lganmi deyman, 6 soat tezlik, sekin tezlikda yuribdi. Keyin juda tezlashibdi. Xo'p, juda tekis yo'l bo'lsa kerak, mana shu 120 km. 128 ga bo'lsak, bu 1,5 bo'ladi. Hammasini qo'shib chiqsak 10 soat. 10 soatda yetib kelyapti mana. Demak, jami vaqtimiz 10 soat bo'lyapti mana. Xo'p, demak mana bu T1 plus T2 plus T3 bo'ldi. Xo'p, masofalar 100 qo'shilgan 180 qo'shilgan 120, vaqtimiz esa 10 soat bo'lyapti. Xo'p, qo'shsak nima bo'ladi bu? 300 400. 400 kilometrda 10 soatda bosib o'tyapti. Demak, 40 kilometr soat tezlikda bir tekis yurgan bo'lib chiqyapti ikkinchi mototsiklchimiz. Mana bu tezliklarning oddiy, mana shu yerda o'zida mana shu ikkinchi mototsiklchining tezligini biz o'rtacha tezlik deb nomlasak ham bo'ladi. O'rtacha tezlik. Ya'ni birinchi mototsiklchi bilan ikkinchi mototsiklchi bir vaqtda yetib keldi. Demak, xulosa chiqaramizki, birinchi mototsiklchining o'rtacha tezligi ham shu 40. O'rtacha tezligi ham shunday topiladi. Ya'ni umumiy bosib o'tilgan yo'lning umumiy sarflangan vaqtga nisbati bo'ladi bu. Ikkinchi mototsiklchining tezligi bu yerda birinchi mototsiklchi uchun o'rtacha tezlik vazifasini o'taveryapti. Xo'p, endi masalan quvish bilan bog'liq masalani, bir-biriga qarama-qarshi yurish bilan bog'liq masalalarni ham ko'raylik. Bir-biriga qarama-qarshi, ya'ni bir-biri tomon yurayotgan paytda V1 bunisi V2 bo'ladigan bo'lsa, umumiy tezligimiz V1 qo'shilgan V2 bo'ladi. Bunga masalan mana bunaqa masala tuzamiz. Masala 2 deylik. Aytaylik, orasidagi masofa 360 kilometr bo'lgan shaharlardan o'zaro qarama-qarshi yo'nalishda aytaylik 70 V1 teng 70 km/soat, V2 teng 50 km/soat avtomobillar chiqishdi. Ular necha soatda va qayerda uchrashadi? Qayerda degani endi shaharlardan masalan orasidagi masofa mana A shahar deylik. A shahar, B shahar, ularning orasidagi masofa 360 kilometr deyapti. Demak, mana bu yerdan V1 70 tezlik bilan bu tomonga yuryapti, V2 50 tezlik bilan bu tomonga yuryapti. Qayerda uchrashyapti? Endi mana bu tezroq yurgani uchun u yaqinroq kelib qoladi. Mana bu yerlarda uchrashadi-da. Mana shu uchrashish qayerda uchrashadi deganda nazarda tutilayotgan savol shuki, A dan qancha uzoqlikda, B dan qancha uzoqlikda. Mana shu uchrashish joyini topinglar degan masala qo'yildi mana. Demak, aytdimki, ular demak uchrashayotgan, bir-biriga qarab harakatlanayotgan paytdagi tezliklar qo'shiladi deb. Xo'p, topdik mana. S masofa teng
v1 plus v2 ko'paytirilgan vaqt. Mana shu yerdan t ni topadigan bo'lsak, necha soatda degan savol qo'yilgan. Mana t ni topsak, demak s bo'lingan v1 plus v2 bo'ladi. S 360, v1imiz 70, v2imiz 50 bo'lsak, demak 3 soatda uchrashadi. 3 soatda uchrashar ekan. Qayerda degan savolga, demak, birinchisi v1imiz s1 qancha masofa bosib o'tishini topamiz. S1imiz demak v1 tezlik bilan 3 soatda, demak 70 ko'paytirilgan 3 210 km. Ikkinchisi S2imiz esa v2 ko'paytirilgan, u ham 3 soat yo'l yurgan, 3 soatda uchrashyapti-yu. 50 ko'paytirilgan 3 150. Haqiqatda mana 210 ga 150 qo'shsak 360 chiqadi. Demak, B dan 150 masofada, A dan 210 masofada ular uchrashadi mana. Uchinchisi misol 3 deylik, mana keyingi quvadigan tezlik deylik. Mana bu yerdan bitta A shahardan, mana bu yerdan B shahardan masala 3 deylik mana. 3-masala. A shahar, B shahar orasidagi masofa aytaylik 60 km bo'lsin. 60 km. Avtomobil quvdi. Birinchi avtomobil V1 tezligi aytaylik 90 bo'lsin, ikkinchisining tezligi V2 teng 70 bo'lsin. 70 bilan bu qochyapti, bu yoqqa qarab, bu 90 bilan qo'yapti. Necha soatda va B shahardan necha kilometr masofada tutib oladi? Mana buni topishimiz kerak, mana bu S masofani. Necha soatda va necha kilometr masofada tutib oladi deydi. Demak, qo'yayotgan paytda ularni tezligi demak ayriladi. Tezliklarining farqi miqdorida uzoqlashadi, bir-biridan yaqinlashadi deganim. Qancha vaqtda tutib oladi, qancha masofada tutib oladisini to'liq tushunarliroq yetish uchun mana shu yerda uchrashgan paytda ikkalasi ham bir xil vaqtda harakatlangan bo'ladi, to'g'rimi? Bir xil vaqtda chiqdi deymiz. Mana A shahardan 90 tezlikda, B shahardan 70 tezlikda ikkita avtomobil chiqdi. Qayerda, qancha B dan qancha masofada va qancha vaqtda tutdi deylik. T vaqtda tutgan bo'lsin, uni yetib olgan bo'lsin. O'sha T vaqt davomida birinchi avtomobil qancha yo'l bosib o'tdi? S yo'lni bosib o'tdi va 60 ni ham bosib o'tdi. S plus 60 yo'lni u 90 tezlik bilan T vaqtda bosib o'tdi. Ikkinchisi S masofaning o'zini bosib o'tdi xolos va 70 tezlik bilan u ham T tezlik yurdi. Mana oddiy sistema, o'zimizni matematikamizdan qo'ymasin. S ning o'rniga 70 t ni qo'yaveraman. Shu bilan bu o'zi baxtli bo'lib ketadi mana. 70 t plus 60 teng 90 t bo'ladi. Buni ayirish qilib yoqqa o'tkazib yuborsak, 90 t dan 70 t ayrilsa 20 t teng 60 bo'lib qoladi. Mana shu yerda tezliklar ayrilyapti. Shuning uchun umumiy tezlik qo'yayotgan paytda V1 ayrilgan V2 bo'ladi. Tezliklar ayriladi bir-biriga. O'sha yaqinlashish tezliklar farqi bo'ladi. Mana bu 20 tush o'z tezliklar farqi. Unaqa qilib yetsam, umuman yechimga boramiz, lekin mantiqi tushunarsizroq bo'lib qoladi. Shuning uchun mana bu tushunarliroq ko'rinishdagi tenglama bilan beryapman. Demak, 90 tezlik bilan T vaqtda u S masofani va 60 masofani bosib o'tdi birinchi avtomobil. Ikkinchi avtomobil xuddi shu vaqtda 70 tezlik bilan faqat S ni bosib o'tdi. Deb mana sistema qilib yechyapmiz. O'rniga qo'yish usuli oddiy. Bo'lib o'tsak T teng 3 soatda yetib olar ekan, bu ham demak 3 soatda yetib oladigan bo'ldi. Haqiqatan 3 soatda mana bu 90 tezlik bilan birinchisi S1 ning bosib o'tadigan yo'li 90 tezlik bilan 270 km yo'l bosadi. Ikkinchisi-chi 70 tezlik bilan 3 soatda 210 km. Mana bu yer 210 km ekan. Mana so'roqda o'chiramiz 210. Haqiqatda mana 60 va yana 210, jami 270 bosib o'tdi birinchi avtomobil, ikkinchisi 70 tezlik bilan 210. Ana shu yerga keldi, qo'lga tushirib oldi. Ana shu bilan bu demak quruqlikdagi tezliklar bilan bog'liq masalalarga yetarli tushunchaga ega bo'ldik. Endi suvda ham mana shunaqa tezliklar bor. Unisini ham tushuntirib o'tamiz. Suvda qanaqa bo'ladi? Xo'p, demak, suvdagi harakat. Suvdagi ikkasi ham sinf bo'lib qoldi-ku. Bu u, mana bunisi suvdagi harakat deymiz. Harakat. Suvdagi harakatda nimalar e'tiborga olinadi? Qayiq deylik. Qayiqning o'z tezligi, ya'ni turg'un suvdagi tezligi, oqimning tezligi mana shu asosan suvdagi harakatda rol o'ynaydigan narsalar. Demak, qayiqning turg'un suvdagi tezligi
v bo'lsin. Oqim tezligi v q bo'lsin mana. Oqim tezligi v o bo'lsin mana. Ana endi v o q deyman. Oqimga qarshi tezlik. Yoki oq deylik, buni oqimga qarshi tezlik. V o b deyman, bu oqim bo'yicha tezlik. Oqim bo'yicha tezlik deymiz mana. Demak, tushunib olamiz. Qayiqning turg'un suvdagi tezligi degani uning o'zi tezligi, ya'ni oqmay turgan tekis suvdagi tezligi, o'zining erishadigan haqiqiy shaxsiy tezligini tushunamiz. VO degani bu suvning oqayotgan tezligi, OQ degani oqimga qarshi tezlik, OB degani oqim bo'yicha tezlik. Mana shular orasida qanaqa munosabat o'rnatiladi? V oqimga qarshi tezlik qayiqning o'z tezligidan oqimning tezligi ayirib tashlanadi mana. Mana bunaqa bo'ladi. V oqim bo'yicha tezlik bo'lganda qayiqning tezligiga oqimning tezligi qo'shiladi. Mana bunaqa bo'ladi. Qolgani har doimgidek, ya'ni masofa tezlik ko'paytirilgan vaqt bo'lib topilaveradi. Masalan, mana bir nechta masala ko'ramiz, oddiyroq masala. Misol uchun, birinchi masala. Qayiqning o'zining turg'un suvdagi tezligi 20 bo'lsin. Oqimning tezligi 4 bo'lsin. Oqimning tezligi 4 bo'lsa, mana bunaqa masala qo'yamiz. Qayiq oqim bo'yicha 4 soatda qancha suzadi? Birinchi savol. Ikkinchi savol qo'yamiz. Oqimga qarshichi? Ana shunaqa savol qo'yamiz mana. Demak, birinchisi demak oqim bo'yicha oqim bo'yicha tezligini topib olamiz. Demak, V qayiq plus V oqim. Qayiqniki 20, oqim bo'yicha. Endi mana buni birliklarini yozmadim. Kilometr soat deb qabul qilaverasiz uni. Matematikada asosan uni birliklarini yozib o'tirilmaydi. Muhimi bitta xil birlikka keltirib olish. Bittasi kilometr soat, bittasi metr minut, qayerdadir soat, qayerdadir sekund bo'lib yotmasin. Hammasini bir xil birlikka keltirib olishimiz kerak. Bu muhim. Metr sekunddami? Hamma birliklar metr sekundga o'tkazilishi kerak. Uzunliklar metrga aylantirilishi kerak. Kilometr soatdami? Barcha birliklar soatga va kilometrga aylantirilishi kerak. Demak, bu kilometr soat deya qolaylik. Kilometr soat, mana uni ham kilometr soat deylik. Chunki mana bu yer soatda ketdi-da. 20 plus 4 teng 24 kilometr soat. Ya'ni qayiqning o'zining tezligi 4, oqimning tezligi, qayiqning o'zining tezligi 20. Mana shuni 5 qilib qo'yaylik. Mana shu 4 bilan shu 4 chalg'imaslik uchun 5 soatda qancha suzadi? O'zining tezligi 20, oqimning tezligi 4 bo'lgan paytda oqim bo'yicha yuradigan bo'lsak, daryo mana shu yoqqa qarab oqayotgan bo'lsin, qayiq shu yoqqa qarab suzganda 20 daryoniki qo'shilib 24 bilan yuradi endi. Qarama-qarshi yurayotgan paytda, V oqimga qarshi yurayotgan paytda V qayiqnikidan oqim tezligini ayirib tashlaymiz. Chunki u 20 bilan bu yoqqa qarab yuraman deydi, daryo uni 4 bilan orqaga suradi. Natijada u 20 ayrilgan 4 bo'lib 16 km/soat tezlik bilan harakatlanadi. Xo'p, endi 5 soatda qancha yuradi? 5 soatda. Kelinglar, mana shu yerda savol 3-chisini ham qo'yib qo'yaylik. Turg'un suvdachi. Degan tezlik qo'yamiz. Demak, birinchisi S oqim bo'yicha tezligini. Oqim bo'yicha bosib o'tadigan masofasini topamiz 5 soatda. Oqim bo'yicha uning tezligi 24 edi, 5 soatda 120 km yuradi mana. 5 soatda oqim bo'yicha suzsa 120 km yuryapti. Oqimga qarshi suzsachi, oqimga qarshi tezligi 16 bo'lib qoluvdi, 5 soatda 80 km yuradi mana. Turg'un suvdachi, turg'un suvda uning o'zining tezligi 20, 5 soatda mana 100 km yurar ekan. Ikkinchi masalani qo'yaylik, yetarli bo'ladi. Shu bilan ikkinchi masala, masala 2 bunday qilamiz. Qayiqning oqimga qarshi tezligi aytaylik 11 km/soat. Oqim bo'yicha tezligi 25 km/soat deyapti.
shu qayiq turg'un suvda qayiqning so'zi qolib ketibdi, ning suvdagi tezligi va oqim tezligi topilsin. Demak, bizga nima berilyapti? Oqimga qarshi tezligi berilyapti. V oqimga qarshi. Oqimga qarshi tezlik degani bu V qayiqning tezligidan V oqimning tezligi ayirib tashlangani so'ralyapti, mana 11. Endi V oqim bo'yicha tezligi berilyapti, bu V qayiqning tezligiga V oqimning tezligi qo'shilyapti, bu 25 deyapti mana. Qayiqning o'zining tezligi va oqimning tezligini topish uchun buni sistema sifatida qaraymiz. Shunda bitta qo'shib yuborsak, ikkita V qayiqning tezligi teng, bular yo'q bo'lib ketdi. 11 ga 25 necha? 36 bo'ldi. Bo'lishga o'tkazsak V qayiq tezligi 18 ekan. 18 ni mana shu yerga shunday olib kelib qo'yib yuborsak, ayirish qilib o'tkazsak, oqim tezligi 7 ekan. Haqiqatda mana oqim bo'yicha yurgan paytimizda 18 ga 7 qo'shilyapti, 25 tezlikka erishyapti mana. Oqimga qarshi yurgan paytimizda 18 dan 7 ayrilyapti-da 11 tezlikka erishyapti mana. Masala mana shunaqa yechiladi. Qo'shimcha ma'lumot sifatida aytamiz. Aytaylik, qayiq oqimga qarshi suzayotgan vaqtda nima voqealar ro'y beradi? Qayiqning tezligi aytaylik 5 desak, oqimning tezligi 4 bo'lsa, 4 ta 5 dan 4 ayriladida, qayiq 1 km/soat tezlik bilan, ya'ni 1 tezlik bilan oqimga qarshi suza boshlaydi. Qayiqning tezligi ham 5, oqimning tezligi ham 5 bo'lsa, bor kuchi bilan suzsa ham bitta joyda turaveradi. Qayiq 5 bilan u yoqqa yuradi, oqim buni 5 bilan orqaga suradi, bitta joyda turaveradi. Ana endi qayiqning tezligi 4 bo'lib, oqimning tezligi 5 bo'lsa, qayiq orqaga keta boshlaydi endi soatiga 1 km/soat tezlik bilan. Chunki uning o'zining shaxsiy tezligi oqim tezligini yengib o'tolmayapti. Mana shunaqa. Aytaylik, sol deylik. Sol degan qayiq turi bor, ya'ni motori yo'q, hech qayerga suzmaydi. Solda oqimga daryoga qo'ysak, u oqim bo'yicha oqimning tezligi qanaqa tezlikda bo'lsa, xuddi shunaqa tezlikda suza boshlaydi. Mana bu umuman tezlikning, harakatning suvdagi shakli edi. Shu bilan havodagi shakli qaralmaydi. Endi havoning qarshiligi, shamolning qarshiligida ham xuddi shu suvning harakati ham ko'riladi. Misol uchun aytaylik, vertolyotlarda tezligi, aytaylik, vertolyot 10 km/soat yoki 100 km/soat tezlik bilan shamolga qarshi uchayapti. Shamolning tezligi 5 bo'lsa, demak bu 95 bilan yuradi. Shamol bo'yicha yuradigan bo'lsa 105 qo'shiladi. Havodagi tezlik ham shu suvdagi tezlikka o'xshaydi. Quruqlikdagi tezlikda bunaqa gaplar yo'q. Endi bor aslida havoning qarshiligi degan tushunchalar bor, lekin bizga berilgan masalalarda ular hisobga olinmaydi. Hisobga oling degan masalalar bo'lsa, u boshqa masala, u boshqa darajadagi, boshqa tipdagi masalalar hisoblanadi. Shuning bilan harakatga oid masalalarimizni qisqacha tushuntirilishi mana shu. Savollaringiz bo'lsa yo'llasangiz, yana batafsilroq javob berishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling.